Yo'q, hozir o'zim tashlab beraman aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana hozir xaridorimiz mana mini paketda mega oshqovoqtir urug'idan oldi. Bu olib bunga mana Taruzni au prodyuser Taruzni anaqa qilmoqchi ekan. Payvand qilmoqchi ekanda. Shunda Nurulla bu Taruz nima bo'ladi shunda? Bu oshqovog'i Oshqovoq tarvuz bo'ladimi? Yo'q, oshqovog'i ildizlari kuchli rivojlanadi tarvuzga nisbatan. Aha. O'shani hisobiga yetiltirgan tarvuzlari juda kattaroq bo'lib yetiladi. Uni bir mahalla yesa kerak-da. Albatta, yaxshi bo'ladi. Nisbatan hosildorligi oshadi. Nisbatan hosildorligi oshadi. Bu bir. Tarvuzni ildiziga qaraganda oshqovog'i ildizi ildiz kasalliklariga kam chalinadi. Ana o'sha tarafdan yutug'i bo'ladi. Yo, shunda mazasi nima bo'ladi mazasi? Mazasi o'sha tarvuzni beraveradi. Tarvuzni o'zini genida bo'lgan mazani beradi. Mazani shirin qilaman degan asl dehqonlar o'zi biladi. Uni fosforni yaxshi berish kerak, kaliy o'g'itini berish kerak, sug'orishini me'yorida qilish kerak. Sug'orish tartibini buzganda ham o'z-o'zidan o'sha tarvuz bo'ladimi, oshqovoq bo'ladimi, uni qand miqdori pasayib ketadi. Uni asl dehqonlar ichida yaxshi bilishadi. Juda yaxshi. Qisqasi, agar kim shu metodni qilgan bo'lsa, bir videolardan tashlaydilar, ko'raylik necha kilolik bo'libdi tarvuzlar.